Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Turma xotirlari mahbus ruhlar. Avtori Abduvali Ayub. Hech yer kamerdek bexatar emas. Meni tuyuqsiz yangi kamerga almashtirishdi. Yangi kamerda ishni yana xala cho'tkalashdan, xalqning tartiga suv mandurishdan boshladim. Uxlaydigan vaqt bo'lganda kamer boshlig'ining uchisini tutishga buyurilib, ajoyib xo'rliq his qildim. Burunqi jazolangan kunlarda bundaq bir ishni qilib boqmagan edim. Oldimda dum yotgan, dumbilari yog'lishib parqirab turadigan, chochlari gadanlariga qadar tushib ketgan bu maxluqqa qarab, nima qilishimni bilmay bir daqiqa mangdab turib qoldim. Uning mudur cho'qur bosgan mursidan boshlab tutishga boshlagan qo'lim g'azabdan titrab, faqatla qo'lashmay ketdi. Sichuanlik kamer boshlig'i tutishimga rozi bo'lmadi bo'lg'ay, manga o'rilib birni olaydi. Andin, odam bormi? Deb varqirdi. Shu hamon o'roq, egiz bir kishi, mana keldim, degan peti mening o'rnimga almashdi. Talaffuzidan qaraganda mana keldim degan ovoz aniqki, biri Uyg'ur edi. Nafratim qo'zg'alib, beshimni ko'tarib chiroyiga qarag'immi kelmadi. Agar u menga "Men Tahir, tanidingizmi Abduvali?" deb pichirlamagan bo'lsa, tanıyolmaskanman. Uzundan bilishadigan, Urumchida bir qancha qatim ko'rishgan, yegan ichgandek baslik kelgan Tahirkam o'roqlab, po'lisa uchib ketgudek holga tushib qolgan edi. Tahirkam kamer boshlig'ining mursini tutqach, kona tunishlardek paranglashib ketdi. Qaraganda u bu maxluq bilan yaqin bo'lib olgan edi. Atisi u yaqinlikning siri echildi. Kamer boshlig'i Tahirkamning nomiga kirgan pulga tamoq buyurtib yeydi. Shundan keyin menmu bu munosabatning sharofati bilan kamer boshlig'ining uchisini tutmadim. 2 kun o'tib, mehnat vazifamni yangi kirgan bir Xitoyga o'tkazdim. Kamer boshlig'i yana Tahirkamning puliga qamoqxona doktori bilan kelishib, tamaka buyurtadi. Bir xil dorini ko'p ilib yeb, kayf qiladi. Bu pullar badaliga Tahirkam beg'am, men azorsiz edim. Tahirkam bilan 2001-yil kuzda Urumchidan Lanjuga mang'icha poyezdda tanishib qolgan edim. Shundan keyin izchil izlashib turdik. Uning turmadan chiqib, Urumchida bir zavod ochganligidan xabarim bor edi. Yasli ochimiz deb yurgan chog'larda bir kuni u tuyuqsiz telefon qilib, "Sizlar rost soddimi yo qasddan soddilik qilyapamla? Sizlar turmaga kirmagan, bilmayla. Turma degan do'zaxning o'zi. Sizlar qilayotgan ishning oqibati chatoq. O'ylab ish qilsizlar jumuslar. Sizlar kompartiyani imonga keltiray damla ya?" degan edi. Tahirkam kamerda boshqa Uyg'ur mahbuslarining g'uliyishlaridan parvoyi palak Xitoylar bilanla parang soladi. Damka o'ynaydi. Ba'zida varqirishib qartga tushib ketadi. Uning menga qasddan gap qilmayotganligi aniq edi. Chunki u deydigan gaplarni men tutilishdan burun deb bo'lgan edi. Uning 1993-yili tunji qitim turmiga Uyg'ur ozodlik tashkiloti qurib va gazet chiqarib kirganligi, ondan 2002-yili Hizbut Tahrirning harakatlariga qatnashib 8 yil turmada yotganligi menga oydin edi. Meningmi kamerda Tahirkam bilan paranglashib bir kelishmaslikka sabab bo'lg'um, burunqi munosabatimizni chandurib, baloga qolg'um yo'q edi. Bilmoqchi bo'lganim, uning bu navbat nima sababdan tutilganligi va nimishqa bu qadar xotirjam, bu qadar xushalliqi edi. Har kuni atiganda diqqatda o'ltirish boshlanganda, hammaylan jinoyatimizni, tutilgan vaqtimizni, tutilish sababimizni, qayerdan qayerga ilib kelinganligimizni varqirab deb chiqatdik. Tahirkamning varqirab turib, "Doklad Gundupay, ismim Tahir" deb boshlagan jumlasi bo'lgunchilikka doir qonunsiz unsin bo'yimlarini saqlagan degan yerga kelganda tushungan edim. Menga doim ehtiyot haqida nasihat qiladigan bu odamning shu sezgur materialni saqlab, shu qadar zo'r ehtiyotsizlikni qilib, yana kamerda hech ish bo'lmagandek beg'am yurishlari sal g'alati bilinadi. Bir kuni kamer boshlig'i menga yangi kirgan Uyg'ur mahbuslarning jinoyat ahvolini Xitoycha bir-birlab yezib chiqishga buyurdi.
Tayirka, әмдідіңі, қандақ тұтылдыңыз? Солаққа кіргенге неманчы құшалсыз? Xuddi duoyingiz ijabet bo'lgandek, deb so'radim. Uning jinoyat ahvolini yozish bahonasida. U chandurmay beshimizdagi kameraga qarab etib. Burun siyosiy sabab bilan turmada yotgan bo'lg'achqa, biror ish chiqsala soqchilar tutib ketadi, dedi qo'rqimsirab. Bu qitim qarsam bularning payli bak yomon. Bular hamma yerni tintishga boshlaganda shirkatni ziyon chiqdi deb taqab, oldiga o'zim bordim. Meni tutaman deb tekshirsa, atrofimdagi tuqqanlar va do'stlarni yig'sila 100 dan oshmiz. Ularning oilasi qo'shilsa 5-600 odam vayron bo'ladi ekan. Man burun yotgan. Uning ustiga aran 3 jon. Shunga dardni o'zimni tortay dedim. Qovuzlarda go'sh qalmag'achqa texmu qangsharliq ko'rinadigan, so'qroq kelgan, beshida choch qalmagan bu odam shunchalik tabiiy edi. Gaplarida hech narsani ship keltirmaydi yoki har qanday bir hikmatdan rang bermaydi. Tayirkam o'zini ma'lum qilganda saqchiga Ilhom To'xtining qizi Jafar Ilhomning nutqini saqlagan deb ma'lum qildi. Bir kuni u kamir boshlig'iga chaqchaqqa yo'gab, umrimning 13 yili turmalarda o'tibdi. Bu navbat ketsa, yana chiqaman. Dar tutulishimdan bir yangi aql topdim. Kishilarni, davlatni, dunyoni texim yaxshi tushundim. Men tutulishdan qo'rqmayman, chunki turmada bir muddat bor. Ammo sirtdagi qo'rqinch, besaramjonlik va ansizlikdan dardi yomon. U azobning turmasi muddatsiz. Sirtda hamisha yana qachon tutar, kim bilan qo'shib tutar, deb ansiriblar yurdigan ish. Shunga hech yer mushu kamirdek bexatar, quloq tinch bilinmadi, degan edi Xitoycha. Tayir kamningmi mendek beshidan muzdek sovuq suvni quyib, rohatlanadigan odati bor edi. Bir kuni u tomga qarab turib kiyimlarini solganda yoshlarimni tutolmadim. Uning dumbasida yo'l kuyuk dog'lari bor edi. Uning aytishicha 93-yili tashkilot qurib tutilganda so'roqchilar mashta zihni qizitib dumbasiga yoqqan ekan. Tayirkam bilan 2001-yili poyezdda uchrashgan chig'imizda yo'l bo'yi she'r o'qib bergan edi. U o'qigan Abduxoliq Uyg'urning ko'kda yulduzlar yonar, yerda faqat shoir yonar degan misralar va ulug' ona haqida cho'chak ilmu esimda. U Abduxoliq Uyg'urning, Mamtili Tavfiqning va O'tkir apandimning texi e'lon qilinmagan she'rlarini o'qib bergan edi.